homilador bo'lish uchun sabzavotlardan ko'proq iste'mol qilish kerakmi yoki oqsil mahsulotlardan? Ikkalovi ham kerak. Oqsil ham, sabzavotlar ham boyaga aytganingizdek, kletchatkalar ko'proq yeyishimiz kerak. Bizlar nimani kamaytirishimiz kerak? Uglevodni kamaytirishimiz kerak birinchi o'rinda. To'g'ri turmush tarziga o'tmayapmiz baribir ham. Kelyapti, qizlar homilador bo'lolmayapman deyapti, men уже aytaman. Qiz qanaqa? Men 1-2gacha o'tiraman. Hammasi yetadi, ishonasizmi? Bilmayman hozirgilar 1-2gacha nima ish qiladi, men bilmayman. Yoshlar, hech qaysinglar nima ish qilasizlar bilmayman. Men 10da уже nokaut bo'laman. 1-2gacha o'tiraman deyapti. Nima yeysiz? O'sha sizlar yaxshi ko'rasizlar-ku. Gamburgerlar, pitssalar, energetik, keyin gazirovkalar, shirin narsalar, keyin bir tenga qimmat chips yeysizlar-ku. Mana shunaqa narsalar yeb, uni o'tkazishyapti. Bu hammasi salbiy ta'sir qiladi organizmga. Juda yomon ta'sir qiladi. Koshki bilsaydi ayollar, вообще turmush tarzini bitta yaxshilasangiz, umuman dori kerak emas. Oldingilar nimaga unaqa bepushtlik kam bo'lgan? O'zi ko'p o'ylayman-da, nimaga bizda ko'payib ketyapti? Hozir men ayollarni ko'rasiz, ayollar normalniy chiqsa уже o'ylayman. Yuradamikin deyman. Spermogramma topshirsa, asl spermiya 0 chiqadi. Oldin bo'lardi, kam bo'lardi, unaqa ko'p bo'lmasdi. Lekin hozir yigitlar ham o'sha qizlardek bo'lib ketgan. Vitaminiyalar ham yaxshi emas, uyqular ham yaxshi emas, ko'chada yurasizlar, energetik ichasizlar, gazirovkalar ichasizlar, hammasi ta'sir qiladi. Sport yo'q, harakat yo'q, hozir hamma narsa tayyor bizda, hammamizda shunaqa. Вот это вот umrimizni yeyapti bizani. Harakat yo'q, даже idish yuvishga ham mashina yo'q hozir. Pilisos ham robot chiqdi-ku, o'lsin.